SOD va lazer yordamida qadoqlarni har birini olib tashlash muolajasini amaliyotida ko'rishingiz mumkin. Qadoqlarni keltirib chiqaruvchi sapyorchilari papilloma virusi hisoblanadi. Papilloma virusiga qarshi davo muolajalari bilan birgalikda lazer yordamida qadoqlar olib tashlanadi. Qadoqlar o'zi konusimon ravishda pastga qarab yo'nalib, qon tomirigacha kirib boradi. Shuning tufayli qadoqlar atroflariga bir nechta bo'lib tarqalishi mumkin. Quyidagi bemorimizda maxsus qadoq yo'qotuvchi plaster foydalanganligi uchun posttravmatik yiringli jarayon kuzatilgan. Yiringdan keyin oldin yiringlarini davoladik. Undan keyingi mana oraliq holatda turibdi qadoqlari va ularni to'liq tekizlab ishlov bermoqdamiz. Agar sizda ham qadoq va shunga o'xshash teri muammolari qiynayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki klinikamizga tashrif buyuring. Klinikamiz manzili Farg'ona viloyati Toshloq tumani tuman markazida joylashgan.